Aka, hozir mashina bozor ancha tashab yuborgan narxlar. Ha, mashina olasizmi? Yo'q, bozor narxi ko'tarilib ketdi. Ana, yaxshimisiz? Ha, qilib yuboraman aka hozir. Yo'q, nimaga mashina? Boshdan sotishim kerak. Mana uni? Ha, o'zing mashina pulini chiroyli tayyorlab o'zing sotib ber. Ha, bo'ldi, sotamiz-da. Mana o'zi sotaman. Har roqchaga men bozorga tayyorlab beraman. Ha, bo'ldi, davay. Aha, g'ayrat bormi? Salomat bo'l. Nima qilyapsan? Mashinaga salatan kiydiryapman sidimelariga. Nimaga? Kerak, tushib oling. Buni salatan kiydirib bozorga olib chiqsak, ko'rgan xalq yangi mashina ekan deb o'ylaydi. Hamma o'zini mashinaga uradi. Tushunyapsanmi? Ismarasiz. 5 ming, 10 ming yurgan mashinaga shunaqa qilsa yarashadi. Men 100 ming yurganman. Nima bo'pti? 300 ming yurganlarga ham qilamiz vaqt kelsa. Jin. Hali bunga yana aka oq lentalar tortamiz, mana muhri buzilmagan degan. Mana bunaqa yopishadigan eshigiganday qilib, mana 4 ta eshigiga qo'yamizda, yangi ekan deb yuboradi, shuni. Ha, qo'ysang-chi nima kerak bor? Eski sotadi, meni vijdonim qiynaladi. To'g'risini aytib sotaman. Voy, kiyosma. Nima qilyapsan? Turpas yapyapman ustiga, voy. Minilmasdan 1-2 yildan beri turgan mashina, chang bosib ketgan mashina deb internetga rasmini qo'yib sotamiz. Mana turpas yapadi, mana qara. Qara. Ana, oz-moz yomg'irlar ham tushgan bo'lib qoladi, mana. Ko'ryapsan? He, bizga qo'yib bermayapti. Yomon qimmatga ketadi turgan mashina ekan deb. Qara, balonlarni ham mana yerdan ko'tarib qo'yganman. Mana shu turib tur. Nima qilyapsan? Oshna. Buni ustidan qushlar ham uchib yuradimi? Qushlarga ham ishini o'xshatyapman-da, realniy bo'lish kerak bu. Naqa tush, qo'y bunaqa ishlaringni, meni vijdonim qiynaladi. Boshqa yo'li bormi? Yomon vijdonli odamsan-da. Bo'pti, boshqa bitta yo'li bor. Xullas, mana diskem bilan baloni yangi ekan-ku, shularni olib turib sotamiz, oshna. Yo'q, tema, diska baloni ham shunday qolsin. Gaz baloni ham shunday qolsin. Gaz baloni ham bormi? Ha, propan 65 talik qo'yganman kecha. Yurch. Qani, asal 65 talik. Men tabletga deb o'ylabman buni. Qara. Mana narsalaring bilan sotsak ham ashpul. Bularni yechib olsak ham ashpul bo'ladi. Keyin menga ber, zo'rg'a sotib beraman. Ko'piltimga qo'yib ol shu propanni. Sen menga qara, sen men aytganini qilib chiroyli pulga sotib ber. Men qo'ydirib beraman bitta gaz balon senga. Qayerda qo'ydirib berasan menga? Qimmat u. Hayitda Eko gaz servis bor. Shu yerda Qurbon hayit munosabati bilan juda katta aksiya ketyapti. Yur ishlamasang boramiz. Mana senga aytgan Eko gaz avtoservis iz bosganda. Mana sovg'alar hammasi YouTube'ga qo'yilgan. Eko gaz servisga kelasan, gaz o'rnatasan, bundan tashqari texnik ko'rigi bor. Shunday kirib, ishingni bitkazganingdan keyin mana bunga ism, familiya, telefon raqamini yozasan, shunga shunday tashlaydi bu. Hop, 1-iyundan 30-iyungacha. G'oliblar hayit kuni birinchi televizor o'ynaladi. Qolgan kunlarida mana kir mashina, xolodilnik, mikromarovka hammasi o'ynanadi. To'xta, asosiy gap esdan chiqibdi. Nima? Chegirmada yengil mashinalarga $350 propan qo'ydirsang bo'ladi. Oldin 370-400 dollar edi. Ham chegirmada ishingni bitir, ham sovg'alik bor. Gap yo'q, ketdik. Omma Eko gaz servis aksiyani yoryapti ekan. Ha, bo'pti, nima mashinani ham hal qilaylik, sotish kerak buni. Mashinani bitta yo'li qolib sotishda. Qanaqa? Xotining qayerda ishlardi? Barisada doktor bo'lib ishlaydi. Chakiras, mashinani shuni xotining nomiga o'tkazamizda. Doktor menga, ayol kishi menga, ko'parab menga deb turib qimmatroq sotamiz. Bo'ldi, shu yo'li bor. Men vijdonim qiynaladi bu narsani qilgan. O'zi seni vijdoningni sotish kerak ekan birinchi o'rinda-chi. Yomon vijdoning xalaqit beryapti biz ishimizga. Indamasa? Menga qara. Kirganiga sot. Nech pulga sotsang ham sot. Faqat bir haftada pulni qilib, xohlaganingda qil sot. Oshna, men seni o'ylayapman, bo'sachanga bo'lsin deyapman. Assalomu alaykum, hoji aka, yaxshimisiz? Ha, bitta K5dan yechilgan 4 ta Brabus balon diska bilan 65 talik propan bor. Nech pulga ketarkin? Oppoq qo'chqorlar Qurbon hayitda to'yib ketadi. Uylanmagan yigitlarda bel to'y bo'lib ketadi. Qanaman. Assalomu alaykum. Alaykum. Kepsiz aka? Zo'r aytasiz aka qo'shadi. Ayni og'izdan kelgancha. Zo'r og'izdan. Mayli aka. Alo. Ha. Ha, bo'ldi, aytib beraverasan. Ha. Yozmayapti. Ha. SMS qo'yarmi? Ha, SMS qo'yarsa? Ha, yo'q, qanaqa, bosh olib qo'ygan surkaydimi? Peshanaga, ajoyibsan, Aqlli qilma. Ha, doktorni o'zi ko'rgan yaxshi, o'zi nazarchani qo'yib bergan yaxshi. Bo'pti. Ha. Mana aka, hamma narsa tayyor mana. Yozganlaringiz bo'yicha aka, cho'tki mana mashlar. Kimga bu? Sizga? Men hech narsa berganim yo'q hali. Voy, mana hozir yozib berdi. Jon aka, mana hozir.
Bu ruchka yozmay qoldim deb qilib yozilib ketibdi. Endi keladi SMS jo'natib yuboradi men. Voy jon aka, mana bu yozgan bo'yicha dori olib qo'ydim men. Qanday u? Nima mana? Mana men shunaqa o'qiganman. Mana yozuvdim. Tepadan kelsa aka, tepa tomonni kasallikni dorilari deb tushunganman. Mana bosh tiklarni olib qo'yganman tepadan kelsa. Mana yozuv mana pastdan kelsa, pastda dorilar bo'ladi, pastlar dorisi. Ayoy. Aslar dorisi qanaqa bo'ladi? Pastlar askar mengada. O'rtadan ketsa yozuv, o'rtani dorisi bo'ladi. Qorin, jigar tomonlar bo'ladi. Shunga qarab olib qo'ydim men. Orqani dorisi qanaqa bo'ladi unda? Orqani dorisi orqaga yoziladi-da mana. Yozilmabdi. Endi SMS keladi-ku. Endi qara, o'zi asab joyida masalan doktorga tortishib ketib qolgan. Asab tinchlantiradigan qanaqa doring bormi? Qanaqa? Bor aka 150 ming. Yo'q, menga 150 ming qanaqa asab joyida emas deyapman. Tushunmabsan shekilli. Sen arzonroq asab tinchlantiradigan nima endi bormi? Bor aka, tekin variantlari bor. Bo'laverami? Ha, zo'r bo'ladi. Nima deydi o'zingga keldi. Bo'ldi, hozir. Aka, qani asablar tinchlandimi? Ancha tinchlandi. Nima gapi, aptekaning ichiga akvarium qo'yib zo'r o'ylabsizlar. Ha, aka. Bitta savol bor-da. Sizlar karjinkaga apteka ochdinglarmi? Aptekaga karjinka ochdinglarmi? Nimaga aka? Hamma yo'q bor ekan-ku. Aka, Shaharxonda Saxovat Farm aptekasi bor, bilasizmi? Ha? O'sha endi juda ham katta bilasizmi? Xuddi shunday ko'tarib, shunday kopiyasini astaki ochib qo'ydik aka. Keling aka, o'tirib tushuntiraman aka. O'tiring aka, aka, bo'ling. Yo'q, men o'tirmayman. O'tiring. Yo'q, o'tirmayman, tushuntiraver. Ha, ana orqan dorilar o'zgamidi? Aka, ayrim aptekalarga kelsangiz, mana dori yo'q ekan, boshqa apteka mana deyshadi-yu. Bu yerda unaqalar yo'q. Dori darmon muammosi yo'q, undan tashqari aka parfumeriyada bor bo'lgan hamma narsalar ham mana shu yerda bor. Aka, mana bu tomonda shifobaxsh suvlarning har xillari bor. Aka, mana parfumeriya deb shampun, soda sovun, parashoklargacha met texnikalar ham arzon narxlarda bor. Undan tashqari bolalarning pampersi, vlajniy salfetka, kashalari hammasini ham topsangiz bo'ladi. Manzilni topa olmayapsanmi u holdan beri? Mana o'ziga beryapman, o'zi tushuntiradi. Aka, manzilimiz ana Asakada eskilarni alaz oshxonasi bo'ladi. O'shani o'rniga ochilgan Saxovat Farm katta aka. 50 ta mashina sig'adigan parkovkamiz ham bor. Ha, kelaveradi. Bo'ldi. Aka, mana dorilaringiz bergan pulingizdan 5000 so'm oshib qoldi. Nima qilay 5000? Birini bering. Mana bitta. Anondan? Qaysi anondan? Anondan-da, ha? Pastkidanmi? Ha. Askar minka demaysizmi aka? Mana askar minka aka mana. U ko'p u. Yo'q, bu bizda qoladi, mana olib ketasiz mana aka. Shuncha keladi. Shuncha keladi. Qora ko'zli odamman, itdan bo'lgan qoromim. Bormi? Ya, assalomu alaykum. Alaykum, tuzimsiz. Rahmat. Sen ofisdan o'zing beraylik-ku. Ha, shunaqa. Hozir keyin bilan abid qilgani kiramizda. Xo'p. Shungacha sharoitim shatanroq. Ha. Qimmat ovqatlarini aytmasdan, pirashka, chibiri, mastodan o'tkazmasdan. Yo, unaqa qilolmayman aka, lekin 20 ming erkak paddeshi qilsa, unaqa qilib. ha, bo'ldi aka. Sanaroq pulni. To'g'ri ekan aka. Bo'ldi, kelaveradi. Kiramiz-a? Men qara Ayas. Bo'yim past bo'lganman, o'zim pastmasman. Seni zo'r joyga olib kiraman, yur. Ofitsiant. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Salom. Biz hali ishtonsa aytganimiz bu. Bu bonusga aka sizlarga. Ha, bonus. Ha, Asakamizda yangi ochilgan Dinor milliy hamda turk taomlari oshxonamizga xush kelibsizlar. Rahmat. Oldin bet Dindas parhez taomlari bo'ladi. Ha, u aka yopildi. O'rniga Dinor deb yangi ochdik aka. Zamonaviy cho'tki qilib. Aka nima buyurasizlar? Nimalaring bor? Keyin nima mazaqsa? Bo'ldi. Bo'lsa salatlarimiz ham bir 10 dan ortig'i bor. Mana italyanskiy, frantsuzskiy, amerikanskiy, mana Caesar deysizmi, murskiy kapris, jenskiy kapris, cho'poncha degan ovqatlarimiz bor. Va shu yangilik. Yana undan tashqari Dinor assorti ovqatlarimiz bor. Hammasi go'sht, maza qilaverasiz. Olib kelayman sizlardan. Nima deysizlar? Ha? Olib keling, hammasini olib keling. Hozir aytsin, bir bitta. Yozning guli to bo'ldi, jahon mulkida paydo. Qara. Aka qocha shashilyapman. Bu ovqat egasiga tashabki? Yo'q, egasizlar, sizlarga shashilyapman. Jon, bizga shashilmay qo'yamiz ovqatga. Yo, aka qolganlari ham tayyor bo'lyapti hozir aka, qochingmi? Qo'yganlari? Kallang bormi seni? Men 20 ming nimaga berdim senga? Ha, qo'lingizni oling, pullar men bergan 20 mingiz pesh qilasiz aka. Sizdan keyin kendi ham kirib 100 ming bergan. Hamma ovqatni ayting deb, indamasa, hammasini olib kelaman. Yo'q. Hammasini? Aka mana cho'ponchi ham keldi, hamma yo'q cho'tkiga o'g'il, maroj deb aytib qo'ydim. Yoqimli ishtahasizlar. Cho'poncha bo'lmagan, men qara, men beki. Ha, aka. Fokus hali oshib qo'ygan, yeganimiz ichimiz qolganini shu yerdan ajrasa bo'ladi. Undan. Ayasimi hammasini yevaramizmi? Tugamaguncha turish yo'q. Bosing dadasi. Ha, ayassizmi? To'ydingizmi? Yana bir rad aytaymi? To'ydim. O'zingizchi to'ydingizmi? Ha, men ham to'yib ketdim. Men qarang.
Bu yerda ochgan odam meni sinfdoshim ekan. Bastetbol qilyapti, xonamga kirib o'tib ketdi. Siz uyga boravering. Jon berarlar ishqida yuzmang kabi og'voralar. Bo'lmamiş olamda mendek kimsa baxtli qoralar. Qo'shiq aytmasdan bo'l tezroq, foldan arching kerak. Yo'q, senlar o'ryapsanmi senja? Ha? Ey, ha bergan 20 mingni qayt.